tarzda nazorat qilib boriladi. Darsga kelmagan har bir yosh uchun SMS xabarnoma yuboriladi. Shuningdek, o'quv markazi ma'muriyati istasa, yoshlar daftariga kirgan yoshlarni insho, test yoki suhbat orqali ham saralab olishlari mumkin. Video kontentlarni yarataman va buning evaziga oyiga o'rtacha 3 million so'm daromad topyapman. U yerda ingliz tili fanidan 10 bilimimni oshirib, doktorlar va sertifikat bo'yicha B2 darajaga erish va hozirgi daromadim 2 millionni tashkil qiladi. Kelajak kasblari asosida 5 oy davomida motion grafikani o'rgandim. Darslar davomida logo, postlar, 3D va shunga o'xshash animatsiyalar tayyorladim. Hozir bir qanchasini ko'rishingiz mumkin. Shu sohani o'rganishim uchun yaqindan yordam bergan o'qituvchim, RTM va Yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. IELTS'dan 8 ballni va 2 million cashbackni qo'lga kiritdim. IELTS'dan 8 ball va 2 million so'm. 7,5 va 1 million so'mlik cashbackni qo'lga kiritdik. IELTS'dan 6,5 ballni qo'lga kiritdim. Yan ders var. Oh. Hey man. What's up? Do you speak English? What's your name? My name is Ali Bahtiyar. Nice to meet you, man. Good. Dasturimizni ta'limga oid faktlar bilan boshlaymiz. Bilasizki, kelajak kasblari loyihaning tatbiq etilishi bugun o'z samarasini bermoqda. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni zamonaviy kasblar, axborot texnologiyalari hamda xorijiy tillarga o'qitishga ko'maklashgan loyiha o'zini qanchalik oqlamoqda. Kelajak kasblar loyihasi bugun ko'pchilik yoshlarimiz uchun notanish emas, chunki bu loyiha orqali shu kunga qadar 19 mingdan ortiq yoshlarimiz zamonaviy kasblarga o'qitildi.